figurasi qum soat qiladigan akbar va bodilarimizni qanaqa kiyish kerak? Davaychi ko'rsataman. Juda ko'plar noto'g'ri kiyishyapti. Oyog'ingizdan o'tkazasiz. Ko'rayotganingizdek chiziqlari bor oyoq orasida. Shu chiziqlarini iltimos joy-joyiga qo'yiling, ya'ni oyoqinglarning orasida bo'lib turishi kerak. Hammasini yaxshilab tortib tepaga ko'tarasiz. Ko't taraflaringizni, oyoq taraflaringizni hamma joyini chiziqlarni bir-biriga qo'yib, tortib olasiz. Ko'rayotganingizda umuman menga yetmayapti. O'zi shunaqa farq bo'lishi kerak, ya'ni orasida. Chiziqlarni joyiga qo'yganingizdan keyin уже ancha oson bo'ladi kiyish. Pastdan обязательно boshlash kerak. Hamma ilgilarini ketma-ket tez taqib keting. Chunki ilgak sekin bo'shashib qolishi mumkin. Bittasiga nagruzka berib taqib olasiz. Men 3-chisiga sirasi taqdim, menda XS razmer. Ko'kragini 3-chi, mana 2-chi, 1-chi taqsiz bo'ladi. Taqib bo'lganingizdan keyin hammasini tepaga ko'tarasiz. Ko'rayotganingizda orqa bel tarafini ko'kragdan bunday ko'tarib, tepaga hammasini tortasiz. Mana o'shanda shunaqa chiroyli, idealniy bo'lib o'tiradi. Umuman o'zlari taqisha olmaydi va kimdir yordam berish kerak bo'ladi. Bizda shunaqa arzon narxda sotilyapti. Boshqalarda $120 bu mahsulotni olasizlar. Tez sotilib ketyapti. Zakaz qilish uchun full yozing va sразу direktingizni tekshiring. Bizga Telegramdan aloqaga chiqing.